farzandli bo'lolmaydi deyishdi. Meni ismim Zuhra, yoshim 24. 3 yoshligimda epilepsiya kasalligiga chalingan edim. Bu kasallik bilan 17 yil qiynaldim. Shu kasalligim tufayli onajonimga qizingizni turmushga bermang deyishdi. Epilepsiya kasalligi bilan qizingiz farzandli bo'lolmaydi deyishdi. Lecheniyalar oldik, foydasi bo'lmadi. Farzandsizlik sababi bilan o'rtog'im bilan ajrashtirmoqchi bo'lishdi. Xayrilla Kasimov maslahat berishdi bizga. Konsultatsiyaga borganimizda buni ilojisi bor dedilar bizga. Bu narsaga o'zim ham ishonmagan edim. Turmush o'rtog'im ham ishonmadilar bu narsaga. Ota-onam ham ishonishmadi. O'zim ota-onam ham, qaynotam ham ishonishmadi bu narsaga. Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Shuncha doktorlarga borganingizda foydasi bo'lmagan-ku deb aytishdi. Lekin bundan boshqa ilojimiz yo'q edi bizani. Lecheniyalar olganingizda foydasi bo'lmagan bo'lsa, buni ham foydasi bo'lmaydi deyishdi. Taxminan bitta yoki ikkita seansdan keyin birinchi farzandimga homilador bo'ldim. Farzandimni dunyoga keltirdim. Shu qatorida epilepsiya kasalligidan ham 80-90% ga xalos bo'ldim. Dorilarni iste'mol qilmayotganimizga 4 yil bo'ldi. Ozgina vaqt o'tib, ikkinchi farzandimga homilador bo'ldim. Turmush o'rtog'im bilan hayotimiz ham tiklanib, birga baxtli yashadik. Professor Xayrilla Kasimovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizga kattadan katta yordam berdilar. Kattakon rahmat.